Mana shunday qilib o'tirib turishimiz ham biz uchun bir ne'mat. Sababi hozirgi bemorimiz 16 yosh qiz bola. Shunday o'tirib tura olmagan. Shunday o'tirgan paytda oyoqlarini ikki tomonga ochilib ketishi kuzatilgan. Bu kasallik dumba muskullarini kontrakturasi, ya'ni отведающий kontraktura deymiz, uzoqlashtiruvchi kontraktura. Bu kasallikda shu dumba muskullari, uch xil dumba muskuli bo'ladi. Katta, kichkina, o'rta dumba muskuli. O'sha muskullarni son qismiga kelib birikadigan paylarini fibrozlashi, ya'ni qattiqlashishi. Bu ko'pincha tug'ma bo'ladi. Shuni hisobiga o'tirgan paytda dumba muskullarining paylari cho'zilmaydi va o'z-o'zidan oyoq majbur ikki tarafga ochilib ketadi. 16 yoshgacha bu bemorimiz endi uydagilarning e'tiborsizligi bo'lgan, o'zi ham shikoyat qilmagan. Sabab og'riq bo'lmaydi bunda. Eng qiynaladigan tarafi bemor odatdagidek doimgidek o'tira olmagan. Sabab oyoq doim ikkiga ajralib ketgan. Oxiri onasiga aytgan, onasi tomonidan bizga olib kelindi. Bemorga operatsiya taklif qildik. Holatlari hozir yaxshi, oyoqlari to'liq bukilyapti. Faqat bitta oyog'ini qildik. Ikkinchi oyog'iga 2-3 oy reabilitatsiyadan keyin ikkinchi oyog'ini ham qilib beramiz. Operatsiyagacha bo'lgan vaqtda o'zingda qanaqa muammolar bo'lgan ayt. Operatsiyagacha oyog'imda bukib o'tirsam ko'p uyushib qolardi tez-tez. Keyin o'sha o'tirolmasdim, yerilib ketardi oyog'im. Chordana qurib ham o'tirolmasdim. Keyin belim orqaga ketib qolardi. Esingda taniganingmi shu holatda bo'lgansan? Esim taniganman. Nimaga hech kimga aytmagansan? Muammo bo'lmagan, og'rimaganligi uchun yuraverganman. Hozirgi holatda ko'rsatamiz. Biz o'ng oyog'ini operatsiya qilganmiz, faqat oyoq yana yozilmasligi uchun 90 gradusda tizza bo'g'imdan bukib gips qo'yib qo'yganmiz. Mana hozirgi holatda mana oyog'i bemalol qorin tarafga qarab kelyapti. Yana bemorda jicha yosh katta bo'lgan holatda operatsiya qilganimiz uchun kontraktura jicha rivojlangan. Reabilitatsiya davrida o'zi fizioterapiya mashqlari bor, shularni qiladi. Xudo xolasa sog'lom odamnikidek bemalol ishlab ketadi. Chap oyog'ini qiladigan bo'lsak, mana o'sha qotdi shu holatda. Keltiraman desam, bu tarafga qarab ochilib ketadi. Farzandlaringizga e'tiborli bo'linglar, o'g'il bola, qiz bola o'tirib turishida, yoshligida bu asosan tug'ma bo'ladi ko'pincha. Shu e'tiborli bo'lib kuzatib turinglar.